birdamlikni, yaxshilikni, mehr-saxovatni, ezgulikni o'zida tarannum etgan eng qadimiy bayramlarimizdan biri bo'lgan Navro'z umumxalq bayrami Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lash bosh g'oyasi ostida Shahrisabz tumanidagi Meraki hududida o'zgacha ko'tarinki ruhda boshlandi. Bizni kuzatishda davom eting. farovon yashasin. Hamma xalqimiz shunday bayramlarda yaxshi kunlarda xursand bo'lsin. Alloh har doim yurtimizni qanoatlantirsin. Shu bayramni tashkillashtirganlarga katta rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun yurtimiz bo'ylab Navro'z olam bayramlari nishonlanmoqda. Shu jumladan Shahrisabz tuman Meraki shaharchasida ham Navro'z bayrami keng va tantanali ravishda nishonlanmoqda. Shunda bizni 16 inson bolalar musiqa va maktabimiz ham
o'zini bo'limlar, tasviriy san'at, amaliy san'at bo'limlari, xoreografiya, an'anaviy xonandalik o'quvchilari o'z ishlari va chiqishlari bilan qatnashmoqdalar. Mana amaliy san'at bo'limimiz tayyorlagan ishlar mana degan qayrag'och daraxti tasvirlangan. Qo'l mehnati. Qo'l mehnati. 100% Qo'l mehnati mana toshlar bilan ishlangan. Shu bahor, yasharish, yashnash fasliga mos qilib ishlangan qo'l ishi. Mana bu kashta. Qo'lda tikilgan kashtamiz. Bunda ham yurtimizning serqiyoshligi, osmonimizning musaffoligi aks ettirilgan. O'quvchilar hammasi. Mana bunda mana o'zbekimiz oilalaridan birini tasvirlangan. Oila boshi mana farzandlari oilasi bilan dasturxon boshida birgalikda choy ichib turganlari tasvirlangan. Bu kashta ham o'quvchilar tikilgan. Mana buni amaliy san'at o'qituvchisi chizgan rasm. O'zbek milliy ayolining timsoli sifatida chizilgan portret. Mana bu gullarni ham o'quvchilar yasagan. Mana qo'limdagi gullar. O'sha maktabimizdan o'quvchilar yasagan gullar. Hammasi qo'l mehnati. Mana ko'rgazma qilib olib kelamiz o'quvchilar ishlarini. Zavod. Yo'q, qo'l mehnati hammasi. Zakazlar bo'lsa ham olasizlar. Zakaz ham yasaymiz mana. Qarang mana gulga qo'nib turgan bulbul surati chizilgan bu nimaga? Bu ham yasalgan. Bu ham yasalgan o'quvchining ishi bu ham. Mana diademalar o'quvchilar ishi mana. Bular ham hammasi o'quvchilarimizning qo'l mehnati bilan qilingan ishlar. Sotuvga ham chiqarasizlar. Sotuvga ham chiqaramiz, zakazga ham, buyurtmaga ham qilib beramiz. Bayram juda ajoyib o'tyapti. Hamma xursand. Barcha tashkilotlar joylashgan. Men birin-ketin kursi boraveraman. Men bu tomonga Shahrisabz tuman obodonlashtirish boshqarmasining stenti o'zlarini Avvalambor assalomu alaykum Shahrisabz xalqi. Biz Shahrisabz tuman obodonlashtirish boshqarmasi nomidan butun Shahrisabz xalqini chin qalbimizdan samimiy tabriklaymiz. Mana shu yosharish, Navruz bayrami hamisha ko'tarinki ruhda o'tishini tilakdoshimiz. Tuman hokimiga, hokimiyat tomonidagilarga, hammalariga katta rahmat aytamiz. Mana shu chiroyli tadbirlarni tashkil etgan rahbarlarga katta rahmat. Biza mana obodonlashtirish boshqarmasi 420 ta odamimiz bor. Boshlig'imiz Jamshid Turdiyev, rahbarimizga avvalambor katta rahmat aytamiz. U kishi o'zlarining katta hissalarini qo'shdilar shu tashkil ishlarga. Rahmat. Keyin mana bugungi kunga dasturxonimizga qadimiy naqron nimalardan, taomlardan tashkil topgan dasturxonimiz. Mana bu nima deydi buni? Qatpatir. Mahalliy tilga qatpatir. Keyin mana bu bug'doy unidan tayyorlangan qora nonlar. Qora non. To'g'rimi? Keyin mana bu halvolar. Mana bug'doy. Bu hamisha bizning rizqimiz. Sumalak tayyorlanadi bundan. Mana shu holatdagi bug'doyimiz. Shunday. Ya'ni qadimiy ovqatlardan aytdik. Qadimiy ovqatlardan hozir kam pishiriladigan mana. Yupqa, g'ilvindi. Yupqa deymiz, g'ilvindi deymiz. G'ilvindi deymiz. Mana bu ko'cha oshlarimiz bor, qatiqli oshlar bor, qadimiy ovqatlardan. Keyin mana bu narsa, bu ham qadimiy halvo. Qatlama. Mana qatlama bilan halvoni. Halvo haqida ayting. Halvo endi hamisha bu o'zbekda anosi to'ylarga asnovni pishiriladi. Tovoqlarga solib bo'lgan. Ana shu joylarni ayting. Kelinlar tomonga, kuyov tomonga mana bu Navruz, hayit bayramlariga mana shunaqa narsalar olib boriladi. Tavog'iga shular tugiladi. Shunaqa. Qatlamani ham ayting.
qatlama endi bu o'zi azaldan qolgan, bu o'zimizni milliy qatlamamiz. Aha. Shunaqa. Xo'p. Birinchi o'rin olish niyat bormi? Albatta, biz shuning Ha. Obodonga birinchi o'rinni bermasangiz, shahri tuman o'zi tumanga birinchi bo'lib obodon yuradi. Hamisha birinchi o'rinni egallagan, bundan keyin ham olib keladi. Hamma joyda obodonlashtirish, obod qilishga faqat obodonlashtirish. Rahmat. Sog' Mehnatlaringizga bo'linglar, rozi ham bo'linglar. bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Dunyomiz, yurtimiz obod bo'lsin, ishimizga, kasbimizga, umrimizga, rizqimizga mo'l bo'lsin. Mana shu bayramlarda yana mingini o'tkazib, mana shu yurtboshimiz omon bo'lsin. Mana shu bayramlar qilamiz, mana shu obodonlik tashkilotini odamlari Miraka brigadasi biza, mana shu Miraka brigadasi bilan mana shu shillarni obod qilib, mana nima desam bo'ladi, mana shu yurtimizda hamma tinchlik, totuvligi tufayli mana shular shunday dasturxonlar yozib, dasturxonlar ko'rishib o'tiribmiz. Bayramlarda mengini ko'rib, hammamiz sog' salomat bo'laylik, yurtboshimiz omon bo'lsin. Allohu akbar. Mana Shokirjon Yusupov yaxshi Nima ish qiladilar? Qayerga ishlaydilar? Mana Parday Masirjon, Aha. Xudo qilib Do'stmurod, shopirimiz Vodobozchi Baratov Abduvali buva. Aminov Yo'llash buva. Najmiddin. Mana brigadirimiz, bizlarning brigadirimiz Toyir buva. Mana Misirov buva. Mana bu yerga eng zo'r chiroyli yigitimiz turibdi, ishlatgan mehnatkash. Mana Rajab Niyozjon. O'zingizda ham ayting endi. O'zimiz Kamol Mehrodjonmiz. Aha. Ha, mana. Ha, mehnatkash. Mana shu obodonni Mirakidagi brigadasi. Brigadasi bizlar. Mirak Nazar qarovul brigadasida. Qabriston qaravullari. Ha. Mehnatlaringizdan charchamaysizlar, xalq mehnatidan. Rahmat, rahmat. Ishlaringizga omad. Bayramni chiroyli o'tkazinglar. Rahmat. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum obodon xalqi. Navro'zingiz yaxshi o'tsin. Navro'zingiz yaxshi o'tsin. Hammani yaxshi kunlar yetkazsin. Mana alminchilar ham Xudo insof berib, ularni ko'paysin. Hammamiz sog' bo'laylik, uniki shu paytlar yana yangi yilda Navro'zda omon kutolaylik. Amin. Allohu akbar. Tanishtiring endi. Mana motorolchi. Obodon. Ismlari bilan-da. Nazoratchi, Qo'zoto'y nazoratchi, qarovul. Mana yo'q. Bu tomonlardan oling. Ishchilarimiz obodon. Qaysi ko'chalarga xizmat qilasizlar? Chorshanba, Mo'minobod. Chorshanba, Mo'minobod, Qarasuv yo'nalishi bo'yicha. Xullas shahar Miraka yo'nalishi bo'yicha-da. Nasib bo'lsa yenikilar Navro'zda yaxshigina kutib olaylik. Biri brigadir bor, biri toyir. Qo'llar berishdir. Biri toyir degan brigadirimiz bor. Obodon ayollari bilan o'ynaymiz. Ha, olyapmiz. Oling. Ha, mehnatdan charchamaysizlar, bayram chiroyli o'tkazinglar. Hammalaringizga mana bu yil Navro'z bayramlarimizga o'tiribmiz. Yana yil Navro'z bayramlariga mana shunday hammamiz o'tirishni aniqlamiz. Nasib bo'lsa kelasi yil Navro'zlarga hammamiz 100 bo'lib o'tiraylik. Hamma sog' bo'lsin. Jamshidjonga rahmat. Jamshidjon mana shunday bizga bayramlar. Tuman hokimiyatiga ham rahmat, tuman hokimiga ham rahmat. Mana bizga 2 marta og'iz ochar qilib edi. Jamshidjonga ham rahmat. Mana shunday bayram qilib berayotgani uchun hammalaringizga rahmat. Prezident bobomizga ham rahmat. Mana shunday bosh bo'lib hammadan oxiratga uchun hammalariga rahmat. Hammamiz oyoqni ovozi bilan birlashib yana Navro'zda o'tkazamiz.
oshni damladilar Farhod buva nasib bo'lsa. Mana Shahrisabzga kelsanglar, osh yeysizlar, mana bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Hammani umriga kasbiga baraka bersin. Og'aylar bayramlarimiz ko'paysin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Bayramlarga prezidentimiz omon bo'lsin, gazya bosilsin. Mana shunday bayramlar ko'p Tinchlikka hech narsa yetmaydi, mana tinchlik. Mana bu tushanka degan ovqatimiz, hozir buni bitta ko'piga olsak tiniydi. Juda chiroyli ovqat bo'ladi bu ham. Bir to'rttagina pomidor tayyorlab. Bayram kelganlar nasib bo'lsa, Maza qilib yeysan, Bayramga kelganlar maza qilib yeysan. Rahmat sizga ham. Rahmat, sizlarga ham sog' bo'linglar, umrlaringizdan baraka topinglar. Mana bugun Shahrisabz tumanimizni ajoyib Navro'z bayrami bo'lib o'tmoqda. Mana shu Navro'z bayramiga mana shu sport maktabimiz jamoasi ham qizg'in tayyorgarlik ko'rib ishtirok etishmoqda. Mana shu Navro'z bayramida yaxshi iqtidorli O'zbekiston chempionlari ham bor, sport ustalari ham bor. Yaxshi ishtirok etyapti. Alovuddin polvon, Hoji Akbar polvon, mana Zulxumor polvon 32-maktab o'quvchisi, yaqinda O'zbekiston chempioni, men sport ustasi normatini bajarib, oliy o'quv yurtiga biz imtiyoz bilan kirish nima qildi. Shahobiddin polvon, Absamad Abror polvon, bilan respublika miqyosida o'rin olib kelgan. Yana bir bor hammalarni tabriklaymiz. Xudo o'zi mana kurashgan, yaxshi qizg'in tayyorgarlik ko'rib, yaxshi sonlarga ega bo'ladi. Sog'inlar, do'stim. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Qo'shni davlatdan mehmon buyurgani, hurmatingni saqlagani. Sani zolatida yashamoqchi. 2 million puli bekor. 2 million puli bekor. 2 million do'stiga bir televizor bor. Qasam bo'lsin. Qanday Shahrisabz jo'ning bor. Bir televizor 2 million. Tojikiston, Shahrisabz, O'zbekiston. Olishasan. Mana shu kirib kelyapti. Komandirlar, mana shu kirib kelyapti. Markaz. Bakki, Shirol borom. Amerika, Tojikiston. Nima olishasan? Agarda eshitib, shu olam yerga talablar bo'lsa bir televizorni beraman. Yo'q, davlatni oxirigacha turadi. Shunga Farhod Bakir. Halol haromlarni mana. Mana bu, mana ikkosi. Ikkovini ham omon bersa, ashiga olish. Hokimligini qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi ishlari bo'yicha bosh mutaxassis Asqarov nomidan 1 million. Intixobga so'rayara. Yoz kassa. Intixobga kassa. Hokim nomidan 1 televizor. Hokim nomidan 1 televizor, konverti chetila bor. Qurilmas pul bor. Idoyini omadini bersin. Idoyini shukuhini bersin. Shuni qo'lishasan. Mana shu o'rtaga kim bor? Ana sherga qarab, kim bo'shga? Hokim nomidan pullarni qo'yishgan. Nasib bo'lsa hokim bo'lasan. Rahmat. Sog' bo'ling hokim bor.
Qanday Ibrohimjon, mazza zo'rmi? Bayram zo'r bo'lyaptimi? Xursandmisizlar? Kayfiyatlar qanday edi? Kim bilan keling bugun bayramga? Maying, otang. May. Bayramlar chiroyli o'tkazib. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli bayram qatnashchilari. Mana bugun butun xalqimiz, tuman Shahrisabz tuman xodimlari, xalqimiz Navro'z bayramini nishonlamoqda. Shular qatorida biz ham mana Shahrisabz tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari bugun Navro'z bayrami ayyomiga yig'ilib turibmiz. Men mana shu bugungi bayram bilan, Navro'z ayyomi bilan hammalaringizni qutlug' tuman tibbiyot birlashmasi nomidan tabriklayman. Hammalaringizga uzoq umr, sog'lik tilayman. Oila a'zolaringiz boshiga sog' salomat bo'linglar. Doimo yurtimiz mana shunday tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yanagi yil Navro'z bayramlariga ham hammamizni sog' salomat yetkazsin. Mana bizning tuman tibbiyot birlashmasi mana shu bayramga o'zining yaxshi yutuqlari bilan kelgan. Tumanimiz shifokorlari mana yangi programma, Demit programmasi bo'yicha ishlamoqdamiz. Bizning tumanimizda ham raqamlashtirish ishlari ketmoqda. Biz mana shu tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari, vrachlari yangi yutuqlarga erishmoqdamiz. Mana bizda onalar o'limi keskin kamaydi, yosh bolalar o'rtasida o'lim ancha kamaydi. Bundan keyin ham bor kuchimizni, mas'uliyatimizni, bilimimizni mana shu insonlar sog'lig'ini tiklashga, homilador ayollar sog'lig'ini tiklashga, tug'ruqlarni normal olib borishga va bolalar o'limini kamaytirishga bag'ishlaymiz va harakat qilamiz. Mana bu atrofda bizning tumanimiz tug'ruqxona bo'limi joylashgan. Bular bayramona kayfiyatda Navro'z bayramini nishonlashmoqda. Bu atrofda esa tuman poliklinikasi joylashgan. Mana bu tomonda bo'limimiz reanimatsiya bo'limi joylashgan. Ular ham bayramni yaxshi kayfiyat bilan nishonlab qarshi olishmoqda. Butun jamoa shu yerda. Bu tomonda mana tug'ruqxonamiz, reanimatsiya bo'limi joylashgan. Bizning eng asosiy, eng og'ir bemorlarni olib boradigan homilador ayollarga, tug'ruqdan keyingi ayollarda malakali shifo olib boradigan vrachlarimiz o'tirishibdi mana bu yerda. Bayram nishonlashyapti. Bayram nishonlashyapti. Mana bu yerda patologiya bo'limi bayram dasturxoni yozilgan. Bo'limimiz xodimlari Navro'z bayramini ko'tarinki kayfiyatda nishonlashmoqda. Bu stol endi ramziy sanaladigan milliy taomlarimiz, qadimki milliy taomlarimiz, qadimki milliy taomlarimiz. Ular bir boshidan bir tanishtirib o'tasizmi? Navro'z qatnashchilari, avvalambor assalomu alaykum. Bugun mana Navro'z dasturxonimizga yurtimiz tinchligini saqlagan holda, hammaning kayfiyati ko'tarinki ruhda, a'lo darajada dasturxon tuzab, dasturxon atrofida kutib o'tirib Navro'zni kutyapmiz. Mana bu yerda milliy taomlar, qatlama, asosan qatlama. Mana bu qatlama, ko'ksomsa, mana mosh kichiri asosan ko'ksomsa asosan ismaloqdan pishiriladi. Sumalak eng qadimiy taom hisoblanadi. Insonlarga madad bo'lishim, kuch-quvvat bo'lish uchun bahor taom hisoblanadi. Bu yupqa asosan qaymoqdan pishiriladi bu. Bu halvaytar. Halvaytarlarimiz ham qadimgi taom. G'ilvindi. Mana bu har xillari bor ekan, halvaytar. Ko'k chuchvara, halvaytarlar, holvalar asosan milliy taomlarda, bayramlarda qo'yiladi dasturxonga.
Mana bu ko'cha oshimiz. Ko'cha oshimiz ham bahorda pishiriladi. Umuman to'ylarda ham pishiriladi. Insonlarga kuch-quvvat bir nima bo'lish uchun. Bug'doy o'ndirilgan bu sumalak uchun o'ndirilgan. Sumalak uchun. Bu tavata hisoblanadi, dimlab pishiriladi. Bu yumshoq taom hisoblanadi. Dietetik bundoq olganda. رفتیم راهی تو را
ikkinchi son texnikumini pavilyoni bu. Qadimiy urf-odatlarimiz, qadimiy an'analarimizni sizlarga ko'rsatib berish uchun bu yerda jam bo'ldik. Jumladan mana hozir qadimdan momolarimizdan meros bo'lib kelgan kelin salom qo'shig'ini ijro etib beramiz. Omad omad kardam yor yor yorone, qaddi qomat kardam yor yor yorone, omad omad kardam yor yor yorone, qaddi qomat kardam yor yor yorone, yora kimam boshi yor yor yorone, az omadan kardam yor yor yorone, yora kimam boshi yor yor yorone, az omadan kardam yor yor yorone, sorning dilbar qizi yor yor yorone, o'z yurtida kelinchak yor yor yorone, bir yil o'tmay tebratsin yor yor yorone, egizakli belanchak yor yor yorone, yor yor yorone. Assalomu alaykum. Bugun Shahrisabz tuman axborot kutubxona markazi ham 21-mart umumxalq Navro'z bayrami bilan munosabati bilan mana shu yerda tadbirga ishtirok etyapti. O'z ko'rgazmalari bilan, kitob ko'rgazmalari bilan. Kitob ko'rgazmalarimizni qilishdan maqsadimiz kitobxonlikni rivojlantirish, kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish maqsadida kitob ko'rgazmalar tashkil qildik. Shahrisabz tumanida kitobxonlik tadbirlarini keng ko'lamda olib bormoqdamiz. Har oyda 5 kitob, eng yaxshi kitobxon oila, eng yaxshi kitobxon o'quvchi, eng yaxshi kitobxon mahalla tadbirlarini olib boryapmiz. Bundan ko'zlangan maqsad prezidentimizni 2026-yil 15-yanvardagi 9-sonli qarori asosida aholini kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, yoshlarimizni kitobxonlikka qiziqtirish maqsadida har xil tadbirlarni olib bormoqdamiz. Bugun biz juda ko'p kitoblarimiz bilan o'zimiz ko'rgazmamizni tashkil qildik. Mana shu yerda hozir 500 ga yaqin adabiyotlarni olib kelganmiz. Bundan ko'zlangan maqsad hozirgi yoshlarimiz kitob o'qish madaniyati rivojlangan. Kutubxonamizda hozir juda ko'p yoshlarimiz boradi, o'tirib kitob o'qishadi, o'zlariga kerak bo'lgan kitoblarni so'rashadi, qiziqqanlarini. Hozir bu yerda o'zbek milliy adabiyotidan, jahon adabiyotidan, mumtoz adabiyotlarimizdan olib kelib ko'rgazma tashkil etganmiz. Bu yerda Ashir Navoiy, Ravshan dostonlari, eng yaxshi ko'rgan o'quvchilar sevib o'qiydigan asarlarimiz, Rumiyni asarlarini hozir ko'pgina kitobxonlarimiz ko'rib juda ham xursand bo'lishdi. Ayniqsa Alisher Navoiyni asarlarini ko'rib juda ham xursand bo'lishdi. O'zlari keladigan kitoblarni so'rashdi, qayerdan olsak bo'ladi, bu qayerda kitoblari deb juda ham qiziqdi. Biz bundan xursand bo'ldik. Albatta biz o'zimizning manzilimizda aytdik, bemalol borib kitoblardan foydalanishi. Bu ozgina qismi bo'lsa ham bizda hali 22 ming fondimiz bor. Bemalol o'quvchilarimiz, kitobxonlarimiz foydalansa bo'ladi. Yangi adabiyotlarimiz juda ham ko'p, hammasi yangi adabiyot. Olib qaraganimizda ko'proq o'quvchi kitobxonlar talabiga qarab kitob fondini shakllantirib bormoqdamiz. Albatta nodir asarlarimiz ham bor. Nima deydi, motivatsiya beradigan kitoblarimiz bor, psixologik kitoblarimiz. Bundan tashqari sohaga oid adabiyotlarimiz ham bor. Yana undan tashqari o'quvchilarni yangiliklar bilan tanishish maqsadida kutubxonamizda matbuot nashriyotlariga obuna tashkil qilganmiz. Web sahifalarimiz bor, o'zimizning ijtimoiy tarmoqlardan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Rahmat sizga, charchamaysizlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hammalaringizga. Mana bugun biz Shahrisabz tumani Merak shaharchasida bo'layotgan Navro'z sayliga qatnashmoqdamiz. Meni o'zimning ismim Rahimov Asadbek, inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimiman. Bizning tashkilotimiz Prezident huzuridagi inson ijtimoiy xizmatlar markazi Shahrisabz tuman bo'limi hisoblanadi. Shu qatorda biz saylga kollektivimiz bilan faol qatnashib imkoniyat cheklanganlar va o'quvchini yo'qotganlarni ham taklif qilganmiz. Bu saylga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz.